hayot yo'llarini eplay olmasang oilaviy kelib nima qilasan degan kommentlar negativda to'lib ketdi mana shu qizni videosiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yana sizni topib keldim intervyuga, chunki negativlar to'lib ketdi-da. Negativlarga e'tibor bermayman, sababi ishxonamga gul ko'tarib kelganlar paytida u negativ yozganlar. O'shaning uchun umuman ishim bo'lmaydi. Demak, hozirga bosayotgan negativlarga umuman e'tibor bermaysiz. E'tibor bermayman. O'zimning hayotimda to'g'ri yashasam bo'ldi. Hozir bu yerda nima qilib turibsiz? Tarvuz tanlayapman. Nima uchun iminni tarvuz? Men arbuz ilovasidan foydalanaman. O'zbekistonga yuqori kurslarda foizlarsiz yuboraman pullarimni. Ayniqsa pul yuborayotganingizda VIP promo kodini kiritsangiz, yana ham yuqori kurslarda bonuslarga ega bo'lasiz. Siz bekordan bekor tinimsiz arbuzni reklama qilmayapsiz ekanda shuning uchun, ha? Ha, shunaqa. Arbuzning qulayliklari o'ziga yarasha katta boshqa ilovalarga qaraganda. Hamyurtlar, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Arbuzni biz bekordan bekor reklama qilmayapmiz. Undan tashqari bu qizga nisbatan negativ yozmanglar. Bu qizni men 2 yildan ortiq bilaman yaxshi. Rahmat.